Agar fermer o'zi qiziqib, o'zi ishlasa, demak natija bo'ladi, daromad bo'ladi. Fermerlar bilan mana dalalarda yurib, dalalar ustida g'o'zani maydonlarida yoki ekinlar maydonlari ustida ularga tushuntirib berishga harakat qilyapmiz. Hammaga yetkazib berishga harakat qilyapmiz. Kecha men bir narsani fermerlarga aytdimki, agar fermer o'zi qiziqib, o'zi ishlasa, demak natija bo'ladi, daromad bo'ladi. Agar fermer bajarmasa, har qanday bilim bu bizni haligi polkalarimizda, shkaflarimizda qolib ketadi. Biz ikkita narsani qabul qilishimiz kerak. Birinchisi, oldingi yillarga nazar solishimiz kerak va xatolarimizni ko'rishimiz kerak. Xatolarni qabul qilishimiz kerak va o'shanga chora taklif qilishimiz kerak. Shuning uchun biz vazirlik mana jamoamiz bilan, ilmiy tashkilotlarimiz bilan ularga bir yechim beryapmizki, va bugun endi paxta dolzarb bir pallaga kirayotgan ekan. Paxtachilikdagi o'sha bahorda aytilgan bir 8 ta qonunni belgilab berdik. Fermer albatta qilish kerak bo'lgan, fermer shundan chekkaga chiqib ketmasligi shart bo'lgan 8 ta qonunni belgilab berdik. Hosilni garovi birinchisi ko'chatni qalinligida ekanligini tushundik. Birinchi qonun yilni boshidan belgilab berdikki, hamma fermerlarimizga ko'chat qalin bo'lishi kerak. U paxtada bo'ladimi, u g'allada bo'ladimi, u sabzavot ekinlarida bo'ladimi, u bog'dorchilikda bo'ladimi? Ayniqsa paxtada. Paxtada birinchi qonunimiz mana paxtachilikda demak kamida 1 gektar yerda 200 mingta ko'chat bo'lishi kerak. Bu birinchi qonun. 240 ming ko'chat bo'lganda nima bo'ladi? 240 ming ko'chat o'sha dalada samaradorlik oshadi. Har bir ko'chatda meva yoki o'sha hosil elementlari paydo bo'lishi optimallashadi. Ko'chat qalin bo'lganda dalada bir-birini o'zi boshqaradi. Ikkinchidan, ko'chat qalin bo'lsa, demak unda har bir tubda hosil elementlari bo'ladi va har bir tub hosil elementlarini to'g'ri pishirib bera oladi. Bitta ko'chatda, masalan, siyrak ko'chatda ko'p hosil elementi bo'lsa-yu, masalan, bitta tubda 25 ta ko'sak bo'lsa, 3 ta alohida tub bo'lsa, 8 tadan ko'sak bo'lsa, 24 ta ko'sak, shunda qaysi biri yaxshi bo'ladi? 25 ta bolani boqish osonroqmi bitta tubga yoki bitta tubda 8 tadan bo'lib 3 ta alohida 8 ta ko'sakni boqish osonroqmi? Albatta ikkinchisi. Albatta ikkinchisi. Va bunda hosilning sifati, hosilning ochilishi, yetilishi har sohada bo'ladi. Qancha o'simlik shoxlasa, qancha bo'yi baland bo'lsa, shuncha ko'proq meva olar, shox ko'p hisobiga, lekin ular mayda-mayda bo'lib qoladi. 3 yil, 4 yil oldin oladigan bo'lsangiz, paxtazorlarimizda 100 milliard, 90 milliard ko'chat bo'lardi. O'tgan yili biz o'rtacha 160 milliardgacha ko'chat qildik. Bu yil 200 milliarddan oshiq ko'chatimiz. Demak, har yili demak oshib boryapmiz. Solishtirganda saboq shunday bo'ldiki, demak ko'chat soni hamma joyda ko'chat soni. Hali qiladigan ishimiz ko'p. G'allachilikda ham, don ekinlarida ham, bog'dorchilikda ham hali eski tizimdan ketmayotganlarimiz, fermerlarimiz bor. Bugun fermerlarga birinchi qonunni tushuntirishning asosiy sababi, agar dalangizda hali ham ko'chat soni kam bo'lsa, agar ko'chat soniga e'tibor qaratmagan bo'lsangiz, u jo'xori bo'ladimi? U boshqa donli ekin bo'ladimi? U bug'doy bo'ladimi? Ko'chat soniga e'tibor berish kerak va paxtachilikda qonunni belgiladikki, 200 mingdan ko'chat kam bo'lmasligi kerak.